Tuxumsiz, uyda bor mahsulotlardan juda ham oson bo'lgan mazali pechenye tayyorlaymiz. Yoshligimizdagi korjiklarni eslatadi. Mazasi xuddi shunaqa bo'ladi. Qatiq solamiz idishimizga, iste'mol sodasi, limon suvi yoki ozgina uksus sovoramiz va yaxshilab aralashtirib, qatig'imizni reaksiyaga kirishishini kutamiz. Xuddi shunaqa ko'pirib ketadi. Endi bunga o'simlik yog'i va shakar solib, yaxshilab aralashtirib, shakarlarni to'laligicha eritamiz. Qo'limiz bilan ushlab ko'rganimizda shakarlar erib ketgan bo'lishi kerak. Endi unimizni solib, yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz yumshoq bo'ladi. Ozgina unlab zuvolacha hosil qilamiz va qalinroq qilib yoyib olamiz. Yupqa bo'lib ketmasin, qattiq bo'lib qoladi. Pechenyelarimiz qalinroq qilib yoyib, xohlagan shaklda kesamiz. Ustiga qatiq surib, oldindan qizdirilgan gaz duxovkasida 180-190 gradusda 15-20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Juda ham mazali korjiklarimiz tayyor, yoqimli ishtaha.